Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugungi darsda JavaScript'da kodlarini outputga chiqarishni o'rganamiz. Xo'p, keling, birinchi o'rinda JavaScript kodini yozishni boshlayman. Script degani ichiga birinchi o'rganadigan narsamiz bu misol uchun konsol deb yozamiz. Console.log. Bu JS konsoli deyman. Xo'p, buni ochib olaman. Open with live server. Bu JS konsoli. Endi sizlar bilan developer tools'ni ochib olamiz. Konsol qismini o'tadigan bo'lsam, bu JS konsoli degan yozuv chiqib turibdi. Buni index.html 12-qatoridan. Xo'p, demak bu birinchi JavaScript kodlarini outputga chiqarish kodi ekan. Xo'p, undan tashqari biz yana nima qilishimiz mumkin? Alert bo'lishi mumkin. Yaqinda o'rgangan narsamiz alert. Bu alert. Bu ham output hisoblanadi. Xo'p, mana bu yerda qaytadan chiqarib ko'ramiz. Refresh beraman. Bu alert, bu ham output hisoblanadi degan yozuv chiqdi. Okey. Xo'p, outputga chiqarishning ikkinchi usulini ko'rdingiz. Ana endi uchinchisini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda uchinchi usuli document write hisoblanadi. Document write. Xo'p, bu yerda yozishimiz mumkin. Bu document write. Bu ham JS kodini outputga chiqaradi. Xo'p, bizda hozir alert ishlayapti, konsol ishlayapti va hello.js ishlayapti, ammo document write ishlamadi. Endi keldi. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta saqlab olgandan keyin ishladi. Xo'p, ish muhitini sozlab olishda bitta narsani aytib o'tish esdan chiqib ketibdi. Xo'p, mana bu yerda auto save'ni agar yoqib qo'ysangiz, avtomatik sizni kodlaringiz save bo'lib ketadi. Ya'ni har kodni yangilab o'zgartirganda uni avtomatik saqlab o'tirish shart emas. ID'ni o'zi saqlab ketaveradi. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin bu yerda JavaScript kodlarini outputga chiqarishni o'rgandik. Xo'p, document write bilan yozish unchalik tavsiya qilinmaydi o'zi. Chunki document write bu mana shu body'mizni ichida yozilgan ba'zi bir elementlarimizni o'chirib yuborish ham mumkin. Xo'p, qisqacha mana shu. Ko'pincha biz konsoldan foydalanamiz. Console.log orqali elementlarimizni outputga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari yana bitta promptga o'xshagan elementlarimiz bor. Misol uchun confirm bo'lishi mumkin. Ushbu confirm bu ham output hisoblanadi. Misol uchun alertdan keyin ko'rishimiz mumkin. Xo'p, mana endi chiqdi. Ushbu confirm bu ham output hisoblanadi. Alertdan farqi bunda cancel ham bor. Yaxshi. Undan tashqari promptni ham o'rgatib ketishim kerak mana. Ushbu prompt bu ham output hisoblanadi deb yozyapti. Promptni ichiga biz input yozishimiz mumkin bo'ladi. Okey. Yana bir marta refresh qilaman. Okey, mana bu yerda input chiqdi. Bu prompt bu ham output hisoblanadi. Buning ichiga nimadir yozishimiz mumkin. Xo'p, endi keling mana shulardan foydalanib nimadir qilib ko'ramiz. Xo'p, keling konsol ichiga yozib ko'ramiz promptni. Keling mana shu promptni shunday kodini olamizdan konsolni ichiga joylashtiraman. Xo'p, endi sinab ko'ramiz. Promptdan kelgan ma'lumot konsolimizda chiqarmikan? Keyin mana bu nuqta virgulga ham ahamiyat bering. JavaScriptda bu nuqta virgul shu qatordagi kodni tugaganligini bildiradi. Ya'ni bitta qatorda bir nechta nuqta virgul bo'lishi bu xato hisoblanadi. O'shaning uchun bunga ham ahamiyatli bo'lish kerak. Okey. Bitta refresh qilib qaytadan qilamiz. Keling. Misol uchun bu yerga Davlatbek deb yozaman. Okey deb bosaman. Qarang, nima bo'ldi? Ishladi. Bizni konsolimizga promptdan yozgan ismi chiqib keldi.
Ko'rishingiz mumkin mana. Yoki endi keling yana bir o'zimizga challenge qo'yamiz. Document write'ni ichiga promptdan yozgan elementimizni chiqarib ko'ramiz. Qani bu qanday bo'larkan? Demak, buning uchun ham promptni qayerga qo'yar ekanmiz? Mana bu yerda qo'yishimiz mumkin. Endi keling, buni ham ko'rib olamiz, qanday chiqar ekan. Saytimizni bir refresh qilib olishimiz kerak bo'ladi. Okey, cancel. Qaytadan hammasini. Xo'p, yozamiz bu yerga, misol uchun JavaScript darslari. Okey deb bosaman. JavaScript darslari keldi. Okey, okey. Xo'p, qarang, yana bir marta bosib ko'ramiz. Chunki уже kodimiz ishladi, ammo hali outputga chiqmadi. Xo'p, mana endi ishladi. Ko'rgan bo'lsangiz, o'sha promptni ichiga yozgan ma'lumotim ana endi chiqib keldi. Xo'p, buni ham o'zingiz sinab ko'ring. O'zingiz har bir darsda o'tilgan narsani o'zingizda bir necha marta yodingizda qolib ketmaguncha qayta qilaverishingiz kerak. JavaScriptda ko'proq praktika rol o'ynaydi dasturlashni o'rganishda. O'shaning uchun praktikani ko'proq qilishingiz kerak.